Короче, ketdik. Biz o'ng tomonga bo'lishimiz kerak. Mashin yo'q. Astagina. Portga yetib keldik. Uychalar qarasizlar. Chorraha oldida mana bu yerdan kirib ketasizlar. Astagina qishloqdagi Shvetsiyaga ham kirib keldik. Qushlarda chig'alaylar ovozi qiy-chuv qilib. Yoshliklaringizda topishmoqli, zagadishni kinolar bo'ladi-ku, bir ertaknamo. Shunaqa joylarga tushib qoldim qarasam. Hammaga assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Xudo xolasa Germaniyadamiz. Kelgusi qismlarda kutib, like bosib, komment qoldirganlarga addushi katta rahmat. Intiqlik bilan kutayotganlar bor. Hammaga addushi rahmat kutganlaringiz uchun. Portga xudo xolasa yaqin qoldik. Daniya qarab ketyapmiz hozir. Kunlarimizdan yakshanba. Lekarstvo sotib olganmiz. Dori, ya'ni 19 gradus pastayankada ketyapmiz Refda. Xudo xolasa 43 minut qoldi yezdavoy soatimiz. Inshaalloh borib eson-omongina turib olamiz degan umiddaman. Xudodan so'rab ketyapman endi. Yukimiz Shvetsiyaga vygruzka bo'ladi. Xullas, videodan uzoqlashmang, yaxshilab joylashib oling. Bu videomiz oldingilardan ham qiziqroq bo'ladi degan umiddaman. Mana shu ko'prikda 30 mi? 30 ga 50 ga. Mana bu yerga 30 qo'yib qo'ygan. Radar bor edi. Juda ham ehtiyotkorlik bilan o'tishimiz kerak. Quyosh yaxshi ko'rinyaptimi yo'qmi bilmadim. Aynan radar kelgan vaqtda 30 dan oshirolmay 29-30 ketyapmiz. Bu yerda chala qo'yib remont ketyapti, короче. Tamam, mana radar. Ko'rinyapti. Bir emas, ikkita, yana bitta kelyapti. O'ng tomonimizda. Yelkanli qayiqchalar, kichkina qayiqchalar uchib yuribdi. Yuribdi naryoqda. Через 800 метров поверните направо и вы прибудете на место назначения. Через 800 метров держаться левее. Bu tomonda ateli bor ekan. Tiketni olishimiz uchun shunday mashinada kiramiz. Или проложить. G'astalga qo'ydik ekan. Oldin qayerdan kirib keldim oldin? Короче, mana shu tomondan kirib keldimmi? Stop, hech narsa yo'q. Ha, narada politsiyskilar turibdi. Bu Germaniya ham o'tayotgan joyda, chunki bizlarga booking nomer beradi, zakaz qilingan. Menikiga 3 kundan o'tib ketmagan bo'lsa, nima bo'lsa ham bir marta o'tdim bu yerdan. Nega borib hozir tiket olib kelishimiz kerak, chek. Yana ikkita chek beradi, chunki ikkita portdan o'tamiz-da. Keyin shuni qo'rqmaydi ham. Chekda narada skaner qilingan joy bor, shlagbaumga borib o'tib ketishingiz uchun, ochish uchun. Bu yerdan naqd to'lab o'tib ketsa kerak yengil mashina. Короче, kirib chiqdim.
ko'rsatmadim. Endi chegarada baribir video olish mumkin emas, qolishi mumkin. Hamma joy kamera, mana bu yerda ham kamera. Sizga ikkita uchta chek berdi. Mana bu yerga tiqib olishimiz kerak. Okey, ochildi. Skaner qilish kerak. Skaner qildik. Ketdik endi. Ya bismillahirrohmanirrohim. Kamera bu yerda ham. Bizlarga 20-chi liniyada turasan dedi. Bu budgacha ham qaradi. Bo'xongacha. 20-chi liniya mana. O'zi hammaning sasi kalkulyatsiya yozilgan bo'ladi. Sizlarga shovqin bormayaptimi? Короче, 20-chi liniya. Mashina nomeri MJK 942 LR 526 pritsep. Ekosem Litovskiy. Hamma ochiratda turibdi. Bitta ochsa hammasi ketadi hozir. Xudo xolasa. Har bir soatdami borda. Endi Shambozor qanday qatnaydi bilmadim. Undan ham kuchaytirsa kerak-ku. Lekin boshqa kunlari har bir soatda qatnar edi. Bu otlarni olib ketyapti. Germaniyadan Shvetsiyaga. Короче, yurishni boshladik. Bizga yashil yongan, tepada ko'rinyapti. Yengil mashinalar ham kiryapti, yoqdan asta-asta, bizlar ham asta bu yoqdan boryapmiz. Parkovщикlar bor. O'zlari yo'lovga qilib turadi. Yoquvd deb ichkaridan furada chiqib ketyapti. Bizani nima hozirdan olib keltirardi, tushunmadim. Hozir bunaqa emas. Короче, hammasi chiqib ketardi. Keyin ulardan keyin biz asta kiraverardik. Men nima qildi tushunmadim. Hozirdan olib keltirib bemalol o'chirib tursak ham bo'ladi bu yerda. Olg'a askarlarim dedi-ku. Ketyapmiz endi. Birinchilardan turmadim-da. На следующем повороте поверните направо. O'tgan safar birinchilardan turdim. По главной дороге. Sayini kech keldi edi. Ya'ni yaxshi bo'ldi kelganimizdan. Ancha kutmadik. Oldingilar kim qachon kelgan endi? Затем следуйте на паром. Tepasiga ham ketadi, pastiga ham ketadi. Следуйте на паром. Xo'p, ko'rsatib yubordi. Mana shu devor tagidan ketaverasan deb turadi. Bu yerda millimetrlab yurasiz, lekin o'zi liniyachalar mana bu yerda o'zi mana temirlar bor. Shuni astagina qarab Перепроложить. Короче, shunday borib to'xtaysiz. Shunday shu bilan chiqib ketasiz tepaga qarab. Xudo xolasa o'zi tepaga qarab o'tirsangiz ham bo'ladi. Mashina ichida. Juda yaqin qo'ydik. Yaqinroq qo'yaylik. Keyin bezovta qilmasin. Bo'ldi shu bilan tepaga chiqamiz. Короче, ketdik. Bizlar mashinani mana yoqqa qo'ydik. Titanic'e çıkarız, Titanic'e.
pastga tushishimiz kerak qayta. O'zi ikkinchi etajga mashina olib qo'ygan ekan. Mashina o'tiraverib Yonlarida magazinlar bor, choy chekkan joylar, o'tiradigan отдохнувший. Hozir biz yurishni boshladik ekan. Bu tomondan o'zi chiqmasligimiz kerak edi. Biz o'zi yurishni boshlarmiz. Mana garaj ko'rsataman. Shamol. Havadagi cho'pkidagi mana bu yerda bakkalar bor. Qizil. Yoz. Odamlar o'zi aroq, pivo, konyaklar olib ichishni ham boshlayapti. Skika ketyapti menimcha. Bu yana 159 kron. Xo'sh, yozib ketaman. Qanchalik? 50 kron. Qancha dirhamda? Yevroda. Mana bu yerda o'zi birdan yevrosini ham yozib qo'yibdi ekan. Do'xalar ko'ryapmiz. 40 yevro. 93 yevro, 134 yevro, 84 yevro. Xullas har doimgidek kemalar, aeroportlar, bekatlar qimmat bo'ladi. Magazinda yana nimalar ko'rsatgan narsalari. Faqat parfumeriya bo'lsa kerak bu tomon. Benim kepkalar olsa bo'ladi ekan. Sumkalar Valentina 46 euro, 50 euro. Kepkalar 18.65 euro, 19 eurodan. Ochkilar 151 euro. Qayerdaki ekan ochkilar? Mana qayerdaki? Menimcha brendway desa kerak-da. €75 Shugunani o'zi. Mana bu ham 75 euro ekan. Normalmi? 1 million salkim. Bu yerda bir tomosha qilayotgan narsasi yo'q xullas. Ketdik. Chetda videoga olishga e'tibor bermaydi, nima qilsang ham deydi. Lekin baribir hammani ko'z sizda bo'ladi. Nimani olyapti va nimaga olyapti deydi. Xudoga shukr. Burada choy chekkan joylar, bunga kirib qaytib chiqolmaymiz hozir. Biz bu tomonga chiqib, eng muhimi biz S-klass topa olishimiz kerak ekan. Yurilgani uncha sezilmaydi, lekin sal-pal sezilib qoladi. Qanaqadir bir to'lqin bo'lgan vaqt, to'lqinga borib urilgan vaqtda. Yo'lga qayerdan chiqayotganimiz nariyoqdanmi? Menimcha faqat mana shu yerdan chiqsak kerak. Shunchalar shamol lekin uncha emas.
ko'zingiz yoshlanib ketadi shunday. Kuchuklar kimlardir rasmlarga olib nimalarnidir. Çok ekan paytda shunga shartta o'tamiz, ketamiz, ko'rasiz ham, boshqasi ham ketaveradi. Kameram yonimda, faqat dokumentlar mashinada qolib ketdi. Shamol ko'zi, odamning ko'zini ochtirmaydi. Qaytishda endi xudo xolasa mashina kiyib olaman. Hammaga nasib qilsa shu joylarga kelishlar. Men ovozim boryapti degan umiddaman, gapiryapman. Birovga yoqadi sho'rligi, birovga yoqmaydi, lekin menimcha tanka vashi davo bo'lsa kerak. Mana aholi turar joyining namligi, vlajnostligi 80% mana dengiz, okeanlar sabab bo'lar ekanda. Sohilga yetib keldik. Sohilga yetib kelgan sarimiz juda ham shamol bo'lyapti. Ketdik. Shuncha gapirgan gaplarim endi bordimi yo'qmi yetib bilmadim. Shuni belgisida ketaverib biz S klassga borishimiz kerak, S'dan tushishimiz kerak. Birinchi etajga. Shunday duxi ko'pligidan hadeb bizaga qarab uryapti shunga. Asta hamma tushib ketyapti. Mana shu S klassdan tushsa bo'lagan. Hvor vi virkelig står ikke at starte motoren, før personalet giver tegn. Skandlines håber, de har haft en behagelig rejse og ønsker dem en videre god rejse. Die Fähre liegt in wenigen Minuten an. Wir bitten alle Passagiere, ihre Plätze einzunehmen. Auf dem Fahrzeugdeck ist das Rauchen verbunden. Mashinamiz qani? Короче, biz yana bitta nariyoqqa chiqishimiz kerak. Mashinamiz tarlayapti. Hamma joy sasib tashlagan salarka bilan. Korоче, podvaldamiz. Yo'lga chiqdik. Ro'pararosa 45 minut yurdik. 5-10 minut turishlari bilan shotga keldik. Bu xongacha qayerga boryapsan? Hech bir pavrating yo'q. Reski bo'lib boradi.
Shvetsiyaga o'tayotgan yo'limiz bor, xudo xolasa. Kelamiz. Bizlar ana shu parkingda qolishimiz kerak. Qanday bo'lmasin, xudo xolasa. Astagina kirib olishimiz kerak. Joy ko'p ekan, juda ham. Xudo xolasa. Asta kelamiz. Hech kimga xalaqit qilmaygan. Mana shu yerda tursak ham bo'ladi bizlar. Sal hammadan uzoqroqda. Sababi bizlar refimiz ishlayapti. Shu yerga qo'yib olaman. Hamma ketyapti. Bizlar ketsak bo'lmaydi, sababi bizlar platni parkovkaga yetib olmaymiz. Shu yerda qolishga majburmiz. Ham Aerotrans ham o'zbek aka. Boyna ko'rib qoldim. Ertalab astagina chiqib ketamiz shu yerdan. Bo'ldi. Inshaalloh hech kimga xalaqit qilmaymiz. Sal oldinroq olib qo'ysak bo'ldi. Hammaga xayrli tun. Bugun yurgan soatimni ko'rsatsam, xo'sh 8 soat 35 minut yurganman. Bu nima yo'qolib qoldi. Mana bu tomonda chiqdi endi. 8 soat 35 minut. O'yin normal yurdik, xudo xolasa vaqtida kelib to'xtadik. Hammaga xayrli kun. Bugungi kunimizni ham boshladik. Dushanba. Xudo xolasa o'ntamondan o'tib olamiz. Xo'sh, Daniyadamiz. Ertalab soat 7 dan o'tib ishni boshladik. 11 soat dam oldik. Bugun 400 kilometrdan sal ziyodroq yo'limiz bor edi. Menejer bir yarim soat, 1 soatdan oldin yozib qoldi. Bugun topshirib ko'ramiz. Agar olib qolsa olmadimiz dedi. Agar bo'lmasa platni parkovka berdi, o'shanga borishimiz kerak, xudo xolasa. O'zi asli ertalab soat 8 ga edi, seshanba kuni ertaga, ya'ni. Xo'sh, Daniyada yana Daniya aholisi ham juda kam ekan, o'zi kichkina davlat. 5.700.000 aholisi ekan Daniyaning aholisi. Lekin eng kam ish haqi 5375 yevro ekanda. Bu degani salkam 5000 dollarda ham 5.5 dollar deb o'ylang. Tasavvur qilyapsizlarmi? Eng kam ish haqi 5735 yevro. Bu degani 5.5 dollarda. Rostdan shunaqami ekan? U internetdan ko'rib qoldim-da. Men ishona olmayapman-da. Eng kam ish haqi 5000 bo'lsa, u degani qancha yana u bo'lib ketadi bu yoqqa endi. Odamlar qancha oylik olar ekan, agar eng kam ish haqi salki 5-6 ming dollar bo'lsa. Men shunga mana hayron qolyapman. Agar ma'lumot noto'g'ri bo'lsa bilmadim. Endi men ham internetdan ko'rdim. Bir qarab ko'rsalaringiz bo'ladi. Agar noto'g'ri bo'lsa yozib ketingizlar qani. Men hayron qolyapman-da. Yo'q, bunchalik bo'lishi mumkinmikan deyapman-da. 5-6 ming dollar. Lekin normal yashaydi aholisi, chotki. Bu tomonga o'tib olishimiz kerak.
Hozir ikkinchi portga qarab ketyapmiz. Kemaga chiqib Shvetsiyaga o'tamiz. Ularni yo'l to'lovi Yevrovinetka telefondan olamiz. Begurska joyimizgacha 273 kilometr qoldi. Xudo xolasa. O'tay. Xudo xolasa portga ham yetib keldik. Uchala qaraslar. Chorraha oldida mana bu yerdan kirib ketasizlar. Astagina qishloqdagi deb. Menimcha ular hammasi ana shular portdan kelyapti, Shvetsiyadan. Bu yoqda ham uy olmalar sob yotibdi, hech kim termaydi. Shvetsiya to'g'rimizda. Через 30 метров поверните направо. Hozir Daniyada bu yoqda domma nimalardir ham borda qarasam. Uchala qarang. Uylar xuddi bor-ku, bo'ynar. Oldin yoshligimizda aka-uka grim ertaklari bo'lardi. Ana shu uylarni o'zida aka-uka grim ertaklardi. Men 50 dan oshib yana shaq etib bitta radarchan shu o'tirmaydi o'zi. Bu dengiz kerak. Cheksizlik. Akanga ular bitadi. Kema, ana kemaga boryapmiz biz. Xudo xolasa. Yetib borsak bizlar o'shanda ketaylik. Aka, yo'lga chiqib ketmang faqat. Пересеките дорогу с круговым движением, съедьте, используя второй съезд. Второй съезд. Dengizlar. Используйте второй съезд. Короче, biza o'ng tomonga yurishimiz, chap tomonga yurishimiz kerak ekan. Mana bunga skaner qilishimiz kerak. Через 250 метров плавно поверните направо. Yes. Перезай или вы опасный груз? Нет. За опасный груз olib ketmayapmiz. Ya. Пересете ber. Вон сохранить документ. Okey. Bundan shlagbaumga borib skaner qilamiz, ketamiz keyin. No parking. Bu yo'ram salkam chegarada skaner qilib o'tadi mashinangizda. Hamma joy kamera. Bu yerda stop yo'q, yashil hamma joy. Meni kamera ko'tarib olganimga hayron. Nashiga skaner qilamiz. Ikkinchi onaga bor deyapti. Yes, vallahi. Ikkinchi liniyasi qani endi buni? Va 4 bizda chap tomonga yur ekanmiz. Mana shu ikkinchi. Xudo xolasa birinchilardan bo'lib turdik, birinchi bo'lib kiramiz endi. Inshaalloh. Endi kemaga o yashil ekan. Yashil o'chib yonyapti, tezroq borishimiz kerak. Tezroq. Pedro dedik. Mana buni nimagadir blokirovka qilib qo'ygan. Yashil o'chib yonyapti. Bizda liniya. Rahmat. Asta
Varotam yopilishini ololmay qoldim. Короче, yopildi-da. Mana shu yerdan tepaga chiqishimiz kerak. Tepaga chiqib olaylik-da. Bizlar D2 ga kelishimiz kerak ekan. Eng pastisiga. Har doimgidek juda ham salqin havo. Mana juda ham kam yuramiz, yarim soatlikmi yo'lda. Ertalabdan odam kam ekan lekin. Daniyadan chiqib o'zi hozir Shvetsiyada tushamiz. Birdan havo chang qaradi. Ashta chotki. Biz ham bu qatorda turibmiz. O'ng tomonda. Bu tomoni yebichar joy. Quyoshli tomonga o'taylik qan. Bugun uncha shamol emas lekin. Yo'ldan tozalib turadi yerlarni. Suv bilan. Shvetsiya. Shvetsiya ham katta joy ekan. 450,000 kilometr kvadrat ekan. Maydoni. Xudo xolasa Shvetsiyaga ham kirib keldik. Ashta chiroyli joylar edi. Qaraysiz, dengizni shovqini shunday kelib sohilga urilyapti. Yo'qdan qushlarda chig'alaylar ovozi qiy-chuv qilib. Ashta mazza joylar edi. Dahshat. Biz mashinaga qarab ketdik endi. Mashina topib olaylik endi. Nima qilib? Arablardimi bilmayman. Halol magazini bor shu yerda. Lekin bizda hamma narsamiz bor, Xudoyimga shukr. Faqat keta-ket endi. 222 kilometr qoldi Begurskagacha. Bu yerda ozroq kontrol bo'lsa kerak. Shu
Shvetsiyaga o'tdik. Hozir telefonlar bir o'chib yonadi. Menimcha o'zi o'chib yonaman bo'lgan. Bu yoqda chiquvchilar, bu yoqda paromga chiquvchilarda, ya'ni bu yo'llar o'zi Shvetsiyaga kirdik. Yangi znaklar, yangi joylar, yangi yo'llar. Hozirroq o'rganishingiz qiyin bo'ladi. Parkinglarni bilmaysiz, qanday burilishlari qanaqa. Biz korоче o'ngga burib ketishimiz kerak menimcha. Bu yerda svetofor bor edi menimcha. На следующем повороте поверните направо. Shundaygina chiqib ketdik. Biza kontrolga tortdi. Yani tortgani yo'q, shunday qo'lini cho'zdi. Ayol kishi xuddi amerikanskiy politsiyskilar bilasizlarmi? Ochkichalar taqib turadi-ku. O'sha ayol to'xtatdi, короче, to'g'rizda turadi. O'zini отдельно o'sha chiqib turadigan joylari bor. O'yinasi to'g'risida turadi, to'xtatdi. Summer place dedi, Summer berdim. Where from Через 2 dedi. километра O'zbekiston возьмите dedi. правее. Dedi, O'zbekiston. O'zi biladimi yo'qmi bilmadim, lekin qanaqadir nima desam, endi kontrolda bu ham. Xursand bo'lib ketaverasiz, dimog'ingiz chalib, O'zbekiston bilagan. Xullas, ketyapmiz. Sekin-sekin. Yangi yo'llar, yangi joylar, yangi znaklar. Shaharning ichidan bir baloq chiqib olsam endi, xudo xolasa. Port 6 kilometr qoldi manzilimizgacha. Bugun попробовать qilib ko'ramiz, xudo xolasa. Manzarani chiroyliligini qaranglar. Shishkalati. Oslo. Через 1 километр держитесь правее. Держим правее. Shunday katta attraksion ko'rdim. Yoshim bor, katta bo'lgan bilan attraksionlarga juda ham qiziqaman. Kattami, kichikmi? Boraman O'zbekistonda, baribir farqi yo'q. Borib uchib ko'raman. Bu yerda shu bahaybatlar bor ekanda. Attraksionlarda ham attraksioni. Zamonaga bo'lishimiz kerak. Держитесь правее. To'laylik, brat. Domlar tomonda. Yevropada domlar juda ham kam ko'rasiz. Короче, biza sentrumga ketishimiz kerak mana shu tomondan. Через 600 метров держитесь левее. Keyin bu tomonga o'tishimiz kerak. Dvижняк dahshat. Yo'l ko'p, unga chapga. Taksilarni qaranglar. Через 50 метров держитесь правее. Radarlar hamma joy radar 60-70. Tunnellarni qarasa, Через 400 yangi. метров держитесь правее. Правее desam, pravedan bu
kilometr yo'limiz qoldi. Bizlar bu yoqqa burilib yana chapga burilishimiz kerak ekan. Lekin juda yamalari yaxshigina ekan, qarayapti. Mashina olib qo'yadigan. Voy, voy, voy. Kechiring meni. Pritseplan qarasa bilan. Ikkita ushtali ulab oladi. Yamalari ham o'ziga yarasha kattagan remont qilyapti bu yerlarni. Через 200 метров поверните налево. Затем прибудете в конечный пункт. Ariko. На следующем повороте поверните налево. Затем прибудете в конечный пункт. Burilishimiz kerak. Lekin ammo biroq katta mashin bilan bu yerdan kiramizmi yo boshqa joydan kirilamizmi bu yerga? Вы достигли конечного пункта. Xo'sh. Bir qarash kerak ekan. Hech narsa yozuv yo'q, faqat firmamiz ko'rsatilgan. Qaraylikchi. Ofisini topib kirdimda, o'ng tomonda ofisi bor ekan. Keyin bu yerdan chiqasan dedi, aylanib strelkaga qarab ketaverasan dedi. Import Garden 20 degan joyga borasan dedi. Hozir men topib keldik bir bola. Qayda turamiz, nima qilamiz, unaqa qo'yib. Keyin agar ofis shu yerda bo'lsa, kelib ofisga qarab ketish kerak. Короче, ofisiga borib kelayda men. Yoshliklaringizda topishmoqli, zagadishni kinolar bo'ladi-ku, bir ertak-namo. Shunaqa joylarga tushib qoldim, qarasam. Mana bu yerda ofis bor. Ofisga bordim. Выгрузкамizda 50-52 ga bordi, qarasizlar. U 6-rampani yonida. Endi qarasizlar, bu yoqda 1 2 3 4 5 bu boshlanib ketganda, keyin bu yoqda 52 bilan 51 borda. 52 bilan 51 da oldida ofis bor. Endi 52 bilan 51 topinglar. Qayerda ekanda bizda yurasizda, qarang. Birinchi rampa, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi bo'lib ketgan. 51, 52 bor. Bu yerga kelasiz. Bu yerda ham bir nimalar bor. Xillas bir balo qilib topib kelib, shu yerga olib ketdi mashinani. Men birinchi dedi, plombani ko'ray dedi. Hozir olib kelyapman endi. Nima deymiz? 1,5 kilometrdan o'ylab bunga bularga yukini olib berasiz. Bu yerda umuman foralar xuddi chumchuqdayda bu yerda. Afishim obro'y bir O'zbekistonlarda masalan bir joylardan kutib olib chiqadi-ku sizda. Mashinalarda kutib oladi, yo'llardan kutib olib bir joylarga olib kelib bir nimalar qiladi-ku. Bu yerda vobshe unaqa emas. Rampaga olib ochmaymiz, lekin hali shunchaki olib qo'yamiz o'zlari. Hali rampasini ko'radi, hali unisini, hali bunisini. Qani. Uchirib boraylik qani. Bizga olib kelgan yuk. Hamma joy yopiq, nima borligini ham bilib bo'lmaydi. Короче, tushiryapmiz. Короче, biza o'ng tomonga borishimiz kerak. Mashin yo'q. Astagina. Выгрузкani qildik, bolalar, короче. Xo'sh. 500 metrda Bronzonachada parking bor ekan. Parking chas kichkina. O'sha yerda topdim Google'dan. O'sha borib, xudo xolasa qani. So'raylik qani.
Birinchisidan kiramikan, ikkinchisidan Vegrusga chotki bo'ldi. Odamlar juda ham xushmuomala. Vashi. Xo'sh, mana shu yerdan kirsang ham bo'ladi, deyapti-da. Agar bu yerdan o't olsak, narigi tomonga qarab. Bo'lsa kerak bu yerdan. Bir tavakkal qilib ko'raylik-a. Baribir so'rashtirib ko'ramiz. Platni bo'lmasa tursak bo'ladi. Mabodaki platni bo'lishi ham mumkin. Plat bo'lsa astagina sirpanamiz. Men sizlarga o'qitib ko'raman. Agar platni bo'layotgan bo'lsa, astagina qochamiz. Mana bu yerga yozilgan parking 2TM 1016 bir nima. Qarorchi tushunmam, menim tushunmam, sizlarim tushunmaydi. Kiraveraylikmi? Xudoga tavakkal. Mana turibdi mashinalar. Lekin bu tomonda ham mashina bor. Ko'ryapsizlar? Bir borib so'rash kerak. Menimcha platni ekan, menimcha. Litovskiy bir nimalardan bir so'raymiz. Mashinalardan. Hammaga xayrli kech. Kecha soat shu yerda 3 turlarda turdim. Mana shu yerda topib, men fermadan chiqdikdan keyin eslaringizda bo'lsa, men bu platni parkovkaga bordim. Parking platni ekan. Yonida ham mana shu qumloq, toshloq joyda joy bor edi, katta joy. U yerda u ham platni ekan, qarochi. U yerga ham turmadim-da, shunday chiqdim. Mana shunaqa joy bor ekan, Google'dan ko'rdim. Mana bu yerda bitta fura turadi. Kecha kelgan vaqtim. O'zi 5-10 minut o'tmasa shuni zavod qilib ketdim. Men bir o'zim shu yerda bir korxonalarda o'rtasida naryoqda bir zalev bor, qanaqadir bilmayman. Balki agar zerikmasam borib kelarman. Qarochi, men shu yerda korxona bor. Korxona yonida turibman. Bizda Vegrusga qilib chiqqan ferma. Hariko buni bilmayman, bir trubami nimadir ishlab chiqargan joy. Qarochi, bu yerda unchalik zerikarli emas deb bo'lmaydi. Aylanayotgan joylar bor. Yana ma'lumotlarda nima bo'ldi? Shu yerdan yuk yo'q. Kechadan beri yotibmiz. Bugun ham o'tdi. Endi ertaga nima bo'ladi bilmayman. Shunaqa gap. Hozircha damni olib yotibmiz. Hozir soat menlar 8 ga yaqinlashib qoldi. Shom bo'lyapti o'zi. Посмотрим, что будет, как будет, что к чему. Kechqurun yo'ldan вообще mashina o'tmay qo'yadi. Hamma uyquga ketadi.